Nukus shahri hududida joylashgan, xalq orasida Broadway nomi bilan tanilgan savdo do'konlarining faoliyati o'rganildi. Olib borilgan reyd tadbirlar natijasida niqob ostidagi savdo-sotiq faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan do'konlar aslida jamiyat etikasiga mutlaqo zid bo'lgan holda ayol-qizlarning pul evaziga begona shaxslar bilan jinsiy aloqa qilishga sharoit yaratib, fohishaxona sifatida faoliyat yuritib kelayotganligi aniqlandi. Bunday holatlar jamoat tartibi, aholining ma'naviyati va salomatligi uchun jiddiy xavf tug'dirishi hech kimga sir emas. O'tkazilgan profilaktik tadbirlar davomida noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotgan 10 ta do'konlarda pul evaziga boshqa shaxslar bilan jinsiy aloqada bo'layotgan 18 ta ayol-qizlar aniqlandi. Ularni belgilangan tartibda Nukus shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelinib, shaxsiga aniqlik kiritildi. Olib borilgan reyd tadbiri bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 2-qismi bilan 2 ta jinoyat ishi, 18 ta fuqarolarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 190-moddasi bilan ma'muriy bayonnomalar tuzilib, javobgarlikka tortildi. Shuningdek, tadbir doirasida orttirilgan immunitet tanqisligi sindromiga qarshi kurashish markazi mutaxassislari tomonidan 22 ta shaxs tibbiy ko'rikdan o'tkazildi.